Boys kim? Bu nima o'zi va bu kanal nima haqida? degan savollar bizga juda ko'p berilardi. Xo'sh, hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Islom. Hozirda men 18 yoshdaman va men ham xuddi sizlarga o'xshagan oddiygina bir bolaman. Millioner ham emasman yoki-da bir mashhur inson ham emasman. Endigina natijalarga erishishni boshlaganimizda juda ham xursand bo'lardim. Chunki bu biz ketayotgan yo'limizda har bir kichik natija bizni xursand qilardi. Lekin o'ylanib qoldim. Maqsadlarimizning natijalari qanday paydo bo'ladi o'zi? Va tushunib yetdimki, bizdan nafaqat kuchli xohish, balki-da kuch, bilim, intizom talab qilinar ekan. Intizomga kelsak, o'zim ham bu narsani yaqindagina shakllantirishni boshladim. Nimaga deysizmi? Chunki bu hayotda intizomsiz hech narsaga erishib bo'lmas ekan. Va nima demoqchimanki bu gapim bilan? Uzbek Boys yosh maqsadga to'la yigitlar bilan Uzbek Boys klubini tashkil qilib, endigina kontentimiz nafaqat avtokontent, balki-da inson psixologiyasi, bilim, intizom qanday shakllantirish haqida ham videolar olib chiqamiz.